Tushda dengiz ko'rishning ta'birlari. Tushda dengiz ko'rish mol-mulk, podshoh, olim, ilm, ish, kuch demakdir. Sokin dengizni ko'rish adolatli shohni, to'lqinli g'azab bilan chayqalayotgan dengizni ko'rish esa zolim va adolatsiz yurtboshini bildiradi. Dengizdan sovuq suv ichganini ko'rgan kishi boylikka erishadi. Issiq suv ichgan kishi esa ichilgan suv miqdoricha g'amga botadi. Dengizni ichib suvini quritganini ko'rgan kishi mashhur olim yoki badavlat kishi bo'ladi. Dengizga tushib bo'g'ilganini ko'rgan kishi boylik tufayli baloga uchrash tarzida ta'birlanadi yoki umrbod qamoq jazosiga mahkum etiladi. Dengizga tushish dunyo ne'matlariga g'arq bo'lish deb ta'bir qilinadi. Dengizdan suv tashiganini ko'rgan kishi davlatdan pul oladi. Dengizda tahorat olganini ko'rgan kishi boy bo'ladi. Dengizni uzoqdan tomosha qilganini ko'rgan kishi maqsadiga yaqinlashadi. Dengizga choptirgan kishi xatosini takrorlaydi. Dengiz ustida yurganini ko'rgan kishi poklanadi. Dunyo g'uborlari bilan kirlanmaydi. Dengiz suvidan ichib sho'rligini sezish quyruq ostida bo'lishiga ishoradir. Dengizdan ilon chiqqanini ko'rish sevimli o'g'lonning dunyoga kelishi haqida xushxabardir. Unutmang, tush ta'birlari bashorat emas, hamma narsani bilguvchi zot yolg'iz Allohdir.